harfi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Bosh a. Yolg'iz a. Oyoq a. Ulanma a. A harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tunishtirsam deb atadi. Qanamsa diqqat qiling. Yarışıp bu Andergül'nün atlas kengligi çaqnab aksi aynakda içildi kengli. O'g'ri daraxt kesmakda osta daraxt oqi chidamay yig'lamoqda. Mehmetjon Maynet balalarga o'ch, Maynet balalar Mehmetjonga omroq. Mash'al ko'tarib kelmoqda as'ad. G'ayrat qil g'ayrat, tez nishonga yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib baqandiq. Ne'ga ani qo'shsa na bo'ladi. Ne a na. Te'ga ani qo'shsak ta bo'ladi. Te a ta. A te at. Aga nani qo'shsak ana bo'ladi. A ne ana. Aga tani qo'shsak ata bo'ladi. A te ata. Bizning oila. Bizning uyda buvam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Buvam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam mayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynagach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, mash'al o'ynar Azmat, axlat to'kar Hanifa, As'ad polni tozlavat. Uydagilar bu she'rimni anglab meni maqtab ketdi. Bizning oila bekmi baxtli. Hammamiz bir-birimizga kuyinamiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman.